Tezkor xabar: Ramzan Qodirov buyrug'i bilan 10 ming askar Ukrainaga qarab yo'l oldi. Xitoy prezidenti Putin bilan bog'landi. Rossiya qo'shinlari Kiyevga yurish boshladi. Navoiyda shifokor bemorning onasini jinsiy aloqa qilishga majburladi. Tolibon Ukrainadagi vaziyatga munosabat bildirdi. Ukraina prezidenti 9 ta davlatdan qurol so'radi. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarni Polsha orqali evakuatsiya qiladi. Samarqandda erkakka video bilan shantaj qilgan ona va uning 16 yashar qizi ushlandi. Tezkor xabar: Ramzan Qodirov buyrug'i bilan 10 ming askar Ukrainaga yo'l olmoqda. Checheniston Grozniy juma namozidan keyin mahalliy milliy gvardiyaning 10 mingga yaqin xodimi Ramzan Qodirovning shaxsiy buyrug'i bilan Ukrainaga jo'nab ketishmoqda. Bu jangchilar binolarni egallab olish va shahar jangovar sharoitida harakat qilishga moslashgan. Katta ehtimol bilan Ukraina hukumat kvartaliga tashlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainada janubiy, shimoliy va Omon batalyonlarining 2000 nafar chechen jangchilari mavjud. Avvalroq ularga Mariupolni egallash vazifasi yuklangan edi. Ammo kecha shahar yaqinida ko'prik portlatib yuborilgani sabab Mariupolni egallash rejasi biroz ortga surilgan. Rossiya qo'shinlari Kiyevga yurish boshladi. Rossiya qo'shinlari Ukraina bo'ylab Kiyev tomon harakatlanmoqda. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Rossiya harbiylari Ukraina qurolli kuchlarining 2 ta avtomobilini egallab, ukrainalik harbiylar formasini kiyib, Obolon tomondan Kiyev markaziga tezlikda harakatlanayotgan 2 ta avtomashinasini qo'lga oldi. Ular ortidan Rossiya harbiy yuk mashinalari karvoni ketmoqda, deb yozgan u Facebookda. Biroz vaqt o'tgach, Malyar postni zararsizlantirilgan iborasi bilan o'zgartirdi. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi Anton Gerashchenko bugun og'ir kun bo'lishini, dushmanning rejasi Ivankov va Chernigov tomonidan Kiyevga tank kolonnalari bilan bostirib kirish ekanligini ta'kidlagan. Union ma'lumotlarga ko'ra, 25 fevral kuni ertalab rus tanklari va texnikalari karvoni Ivankova qishlog'idan Kiyev yo'nalishi bo'ylab shahardan 80 km uzoqlikda yo'l olgan. Avvalroq Rossiya zirhli texnikalarini to'xtatish uchun qishloq yaqinida ko'prik portlatib yuborilgani xabar qilingan edi. Tolibon Ukrainadagi vaziyatga munosabat bildirdi. Tolibon harakati Ukrainadagi vaziyat va Rossiyaning harbiy operatsiyasiga munosabat bildirdi. Bu haqda Sputnik xabar qilgan. Ma'lum qilinishicha, harakat vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda va tinch aholi orasida qurbonlar bo'lishidan xavotirdaligini qayd etgan. Tolibon Rossiya va Ukrainani jangovar harakatlar intensivligini oshirishi mumkin bo'lgan harakatlardan tiyilishga chaqirgan. Ta'kidlanishicha, harakat neytral tashqi siyosatiga ziddiyatlarni tinch diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirib, mojaro tomonlarni Ukrainadagi afg'on talabalari va muhojirlarni qutqarishda yordam so'ragan. Xitoy prezidenti Putin bilan bog'landi. Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Si Szinpin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qo'ng'iroq qildi. Muloqot chog'ida Xitoy tomoni Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan kelishuv tarafdori ekanini aytgan. Keyinroq ushbu xabar bo'yicha to'liq ma'lumot beriladi. Hozirda muloqot davom etmoqda, deyilgan prezident matbuot xabarida. Ukraina prezidenti 9 ta davlatdan qurol so'radi. Rossiya 4 yo'nalishda harbiy harakatlar olib borayotgani aytilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buxarest 9ligiga Bolgariya, Vengriya, Estoniya, Litva, Latviya, Polsha, Ruminiya, Slovakiya, Chexiya mudofaa yordami ko'rsatishni so'rab murojaat qildi. Bu haqda prezident Twitter'dagi sahifasida xabar qilgan. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra, Rossiya 4 yo'nalishda jangovar amaliyotlarni o'tkazmoqda. Biz o'z erkinligimiz va yerimizni himoya qilmoqdamiz, lekin bizga samarali xalqaro yordam kerak. Buni Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan muhokama qildim. Men Buxarest 9ligiga mudofaa yordami, sanksiyalar, Rossiyaga bosim o'tkazish haqida murojaat qildim. Birgalikda Rossiyani muzokara stoliga qo'yishimiz kerak, deb yozgan Zelenskiy Twitter sahifasida. Zelenskiy Ukrainaga urushga qarshi koalitsiya kerakligini qayd etgan. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarni Polsha orqali evakuatsiya qiladi. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarni Polsha orqali evakuatsiya qiladi. Bu haqda O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, elchixona Ukrainadagi fuqarolarni Polsha orqali vatanga qaytarishni rejalashtirmoqda. Chegarani kesib o'tish faqat O'zbekistonning Ukraina va Polshadagi elchixonalari vakillari hamkorligida avtobuslarda markazlashgan holda amalga oshirilishi mumkin. Boshqa barcha holatlarda siz chegarada muammo
muammoga duch kelasiz. Ayni vaqtda evakuatsiya qilinganlar ro'yxatini tuzishda ayollar, bolalar, talabalar va qariyalarning birinchi o'rinda turishiga e'tibor qaratmoqchimiz. Sizni ishontirib aytmoqchimizki, biz fuqarolarimizni xavfsiz evakuatsiya qilish uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz. Navoiyda shifokor bemorning onasini jinsiy aloqa qilishga majburladi. Navoiyda farzandiga kasallik varaqasini berish uchun onasini jinsiy aloqa qilishga majburlab kelgan shifokor qo'lga olindi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar qilgan. Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi nevrologiya bo'limi mudiri vazifasida ishlagan KR tibbiyot xodimiga noloyiq xatti-harakatlarni sodir etib, o'z shahvoniy hirsini qondirish maqsadida bo'limda davolanish uchun yotgan ikkinchi guruh nogironi G.I.ning onasi T.L.ni farzandining davolanganligi bo'yicha 1,5 oy davomida kasallik varaqasini bermasdan kelayotganligi, qarshiligiga qaramasdan kasallik varaqasini berish uchun u bilan jinsiy aloqa qilishga majburlab kelgan. Joriy yilning 12 fevral kuni Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jinoyat qidiruv boshqarmasi Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan Navoiy shahar Guliston 2-mahalla fuqarolar yig'ini 2-uning 5-qavatidagi raqamsiz xonadonga KR o'zi bilan T.L.ni olib kirgan vaqtida ushlangan. Jinoyat kodeksining 121-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Samarqandda erkakka video bilan shantaj qilgan ona va uning 16 yashar qizi ushlandi. Samarqandda fuqaroni unga tegishli bo'lgan video tasvirni tarqatib, sharmanda qilish bilan qo'rqitib, undan 2000 AQSh dollari talab qilib kelgan 43 yoshli ayol hamda uning 16 yashar qizi ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning fevral oyi o'rtalarida 43 yoshli A.D. 16 yoshli qizi A.S. bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, ularda 29 yoshli B.G.ga tegishli video lavhalar mavjud ekanligini aytib, uni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirib sharmanda qilish bilan qo'rqitib kelgan. Ona bola ushbu ma'lumotlarni oshkor qilmaslik evaziga B.G.dan 2000 AQSh dollar pul talab qilishgan. Joriy yilning 21 fevral kuni esa soat 18:30larda A.S. B.G.dan talab qilingan 2000 AQSh dollaridan 650 dollarni olayotgan vaqtida ushlangan hamda pullar xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha Ichki ishlar organligi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan A.D. hamda A.S.larga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga gumon qilinuvchi tariqasida jinoyat ishiga ishtirok etishga jalb qilinganlar. Hozirda tergov davom etmoqda.